Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi darsimizda biz dasturlashdagi eng muhim bo'lgan tushunchalardan birini o'rganamiz, ya'ni OOP obyektga yo'naltirilgan dasturlashni. Bugun nimalarni o'rganishimizni sanab oladigan bo'lsak, klass va obyekt tushunchalari, field, xususiyatlar va metod, usullar, konstruktor yordamida obyekt yaratish. Eng avvalo sizga OOP nima, bu OOP ni hayotda qanaqasiga tushunishimiz mumkin degan savollar paydo bo'lishi mumkin. Buni tushunish uchun keling quyidagi misolimizni ko'rib chiqamiz. Dasturlashda hamma narsa ma'lumotlar ustida ishlashga asoslangan. Agar siz biron bir dastur yaratmoqchi bo'lsangiz, unda obyektlar muhim rol o'ynaydi. Masalan, siz talaba ma'lumotlarini saqlash uchun alohida o'zgaruvchilar yaratishingiz mumkin. Oldingi darsimizda biz talabani ismini saqlagan edik. Lekin bu safar endi biz talabani ismini, yoshini va kasbini saqlamoqchimiz. Hozirgi o'rgangan bilimlarimiz bilan biz bu ma'lumotlarni saqlash uchun 3 ta o'zgaruvchi yaratishimiz kerak, ya'ni ism, yosh va kasb degan. Shunaqa holatda biz talaba haqidagi ma'lumotlarni saqlab qo'yishimiz mumkin. Lekin bu hozir unchalik yomon ko'rinmayapti. Atigi 3 ta o'zgaruvchi, lekin tasavvur qiling, oldingi darsdagi biz 10 ta, 100 ta, 1000 ta talaba haqidagi ma'lumotni saqlamoqchimiz. Bu holatda nima qilamiz? Hozir o'rgangan bilimlarimiz bilan biz string ism 1, ism 2, ism 3, ism 4, yosh 1, 2, 3, 4, kasb 1, kasb 2 shunaqa ko'p o'zgaruvchilarni yaratishimiz kerak bo'ladi. Lekin bu to'g'ri emas. Shu holatda bizga OOP yordam beradi. Klass va obyektlari bilan. OOP nimaga kerakligini biz tushundik. Bu ma'lumotlarni to'g'ri ushlab, uni ustida amalda bajarishga. Xo'sh, unda klass va obyekt nima? Klass bu obyektlar uchun shablon yoki qolip. Obyekt esa shu shablon asosida yaratilgan real dunyo obyekti hisoblanadi. Buni hayotiy qilib aytadigan bo'lsak, klass masalan odam. Odamning yoshi bor, ismi bor, vazni, bo'yi bor. Hamma odamda bu narsalar bor. Va masalan Aziza degan odam bor. Anvar degan odam bor. Ali degan odam bor. Ularni ismi har xil, yoshi har xil, vazni har xil, ya'ni ma'lumotlari har xil. Odam bu klass, ya'ni qolip. Hamma odam bir xil. Lekin o'sha odamlarni bir-biridan ajratib turgani ularning ichidagi ma'lumotlari. Biz shablonga ma'lumotlarni kiritsak, biz aynan bir insonni olamiz. Ali, Anvar va boshqa odamlarni. Klass va obyekt bular hisoblanadi. Endi buni talaba nomli klassida ko'rsak, ya'ni talaba bu bizda shablon. Shablon klass va obyektlarga yana boshqa narsalarni ham misol keltirish mumkin. Faqatgina odam emas. Masalan, klass bu mashina desak bo'ladi. Mashinada nimasi bor? 4 ta baloni bor, eshiklari bor, motor, yana nimalardir bor. Va aynan bitta mashinalar bor. Masalan, Cobalt, Spark yo boshqa mashinalar. Ularni ichidagi xarakteristikalari bir-biridan farq qiladi. Bular mashinadan shablon olganda yangi obyekt yaratilgan, ya'ni Cobalt obyekti, Spark obyekti. Bu narsaga misol keltirsak juda ham uzun. Masalan, klass bu telefon. Obyekt bu iPhone telefon, Android telefon va juda ham ko'p. Hozir talaba misolimizga qaytsak, mana talaba nomli klass yaratdik biz. Bu talaba nomli klassimiz bizda 2 ta ma'lumotni saqlab turadi, ism va yosh. Va unda shunaqa funksiya bor bizda. Metod bor, ma'lumot chop et degan. Bu o'sha talabani ma'lumotlarini print qiladi. Biz boya aytgandik, field va metodlarni o'rganamiz deb. Field bu obyektning xususiyatlari, ya'ni obyektning ichida joylashgan o'zgaruvchilar. Bular bizda ism va yosh.
Metod esa bu obyektdagi funksiyalar. Bu bizda hozircha bittagina funksiya bor. Ma'lumot chop et. Class misolida o'zgaruvchi funksiya deyilmaydi-da. Field va metodlar deyiladi. Obyekt bizda qanaqa yaratiladi? Klassni mana yozib oldik. O'zgaruvchilarni qo'ydik, fieldlarni qo'ydik va metodlarni yozib oldik. Obyektda esa boya yozgan talaba klassidan foydalangan holatda obyekt yaratamiz. Biz oldingi darslarimizda ma'lumot turlari haqida gaplashgan edik. Biz u paytda bir nechta ma'lumot turlarini o'rgandik. Int, string, double, boolean va hokazo. Bu hozirgi holatimizda biz yangi ma'lumot turlarini yarata olamiz. Ya'ni klass bu ma'lumot turi hisoblanadi. Avval talaba deb katta harfda yozamiz. Bu klassimiz. Keyin o'zgaruvchi nomini yozamiz. Talaba 1 va talaba klassidan obyekt yaratamiz ikkita qavs qo'yish orqali. Va u obyektga biz ma'lumot beramiz. Talaba 1 ismi Ali bo'lsin, talaba 1 ning yoshi 20 bo'lsin. Endi talaba 1 ni ma'lumot chop et degan metodidan foydalangan holatda quyidagi ma'lumotni ekranga chiqazamiz. Buni ham tushunib oldik. Endi konstruktor nima? Konstruktor bu har safar obyekt yaratganda unga qiymatlar berish uchun kod yozish noqulay bo'ladi. Shuning uchun bizga konstruktor kerak bo'ladi. Ya'ni mana oldingi misolimizda talabani e'lon qilamiz. Avval bo'sh talabani e'lon qilamiz. Keyin unga ism va yosh beramiz. Konstruktor orqali esa biz obyekt yaratayotganimizda unga ma'lumot bersak bo'ladi. Mana biz bu yerda talabada konstruktor yaratib oldik. This.ism, this.yosh yozdik. Endi bu yerda uni e'lon qilayotganda talabani ichiga Ali va 20 yosh berib yubordik. Talaba bir nuqta ma'lumot chop et desa, xuddi boyaginga yozuv chiqadi. Ism Ali, yosh 20 degan. Endi keling o'rgangan hamma narsalarimizni kodda sinab ko'ramiz. Mana biz klass yaratib oldik. Talaba klassi, unda fieldlar bor. Bu konstruktori. Bu esa bittagina metodi. Va main funksiyamizda bu talabani biz yaratib oldik. Ismiga Ali berdik, yoshiga esa 20 va undan so'ng talaba 1 ma'lumot chop et deb yozdik. Endi run qilib ko'rsak. Mana bizda ism Ali, yosh 20 chiqyapti. Biz yana ikkinchi talabani ham yaratsak bo'ladi. Buni ismini biz Anvar qo'yaylik va u 24 yoshda bo'lsin. Run qilsak, mana ikkinchi talabani ma'lumotlari chop etilyapti. Ism Anvar, yosh 24. Mustaqil vazifa. Endi bilimlaringizni mustahkamlash maqsadida quyidagi vazifani bajaring. Mashina nomli klass yozing. Unga quyidagi fieldlarni qo'shing. Nomi, model, yili. Mashina klassi uchun konstruktor yozing. Ma'lumot chop et metodini yozing. U mashina haqidagi ma'lumotlarni ekranga chiqarish kerak bo'ladi. Eng oxirida obyekt yaratib, ma'lumotlarni ekranga chiqaring. Mana mustaqil vazifa uchun biz mashina klassini e'lon qildik. Unda bizda 3 ta field bor. Nomi, string modeli va integer yili. Unda konstruktorda biz o'sha 3 ta ma'lumotni qabul qilamiz va ma'lumot chop et metodida bu ma'lumotlarni ekranga chiqazamiz. Va main funksiyasining ichida biz mashina bir obyektini yasaymiz, unga quyidagi ma'lumotlarni beramiz. Nomi Spark, modeli Chevrolet va yili 2024. Va uni ma'lumot chop et metodidan foydalanamiz. Run qilsak, quyidagicha bizda yozuv chiqyapti.
Shu bilan mustaqil vazifani ham yozib tekshirib oldik. Siz bunga yana boshqa metodlar qo'shing, konstruktorni o'zgartirib ko'ring va ularni ishlatib ko'ring. Bugun biz obyektga yo'naltirilgan dasturlashning asosiy tushunchalari bilan tanishdik. Klass va obyekt. Har bir obyekt klass asosida yaratiladi. Field va metod. Obyektning ma'lumotlari va xatti-harakatlari, funksiyalari. Konstruktor. Obyekt yaratishda qiymat berish uchun qulay usul. Siz bugun obyektga yo'naltirilgan dasturlash bilan tanishdingiz va bu kelajakdagi katta loyihalar uchun muhim asos hisoblanadi. Har kuni bitta yangi qadam qo'yish orqali siz professional dasturchiga aylanasiz. Men sizga ishonaman. Sizda hammasi albatta yaxshi chiqadi. Keyingi darslarni ham kuzatib boring. Keyingi darslarda ko'rishguncha.